Jinsiy a'zoni qalinlashtirish bu juda ham ko'pchilik erkaklarga qiziq bo'lgan tema hisoblanadi. Nima uchun? Chunki ayollarga ham qalinroq jinsiy a'zo aloqa vaqtida kuchliroq stimul beradi. Buning natijasida ayolni orgazmga yetkazish va aloqadan qoniqtirish ehtimolligi oshadi. Xo'sh, nimaga qalin a'zo uzun a'zodan yaxshi? Uzun a'zo oxiri borib o'sha qin sheykasiga, ya'ni bachadon bo'yinchasiga borib uriladi va kuchli urilaversa ayolga noqulaylik tug'dirishi ham mumkin. Qalin a'zo bo'lsa, ayol qin devorlarini to'laqonli stimulyatsiya qiladi va ayol kishini orgazmga yetkazish imkoniyatini oshiradi. Xo'sh, jinsiy a'zoni qalinlashtirishning imkoni bormi? Albatta bor. Hozirgi paytda zamonaviy tibbiyot bunga imkoniyat beryapti. Xo'sh, ikki xil filler orqali qalinlashtirish imkoniyati bor. Bular operatsiyasiz usul hisoblanadi, ya'ni kesilmaydi hech qayeringiz. Kichkina prokolcha, kichkina teshikcha orqali odatning yuqori qismidan filler jo'natib beriladi. Xo'sh, fillerlar ikki xil bo'ladi. Birinchisi gialuron kislota, ikkinchisi esa polimonochniy kislota. Kislota so'zi sizni xavotirga solmasin, bu shunchaki o'sha strukturadan kelib chiqib qo'yilgan nomlar hisoblanadi va ikkalasi ham mutlaqo zararsiz hisoblanadi. Xo'sh, gialuron kislota haqida gaplashamiz. Gialuron kislota bu tayyor gelsimon massa hisoblanadi va a'zo atrofiga, ya'ni teri ostisiga qo'yib beriladi va buning miqdori a'zoning o'lchamidan, uzunligidan kelib chiqiladi. Va bunda birdaniga sizda bo'lishi mumkin bo'lgan natijaning guvohi bo'lasiz. Ya'ni qanday qilib shakl berilgan bo'lsa, shunday holatda qoladi va undan keyin, ya'ni amaliyotdan keyingi o'zining o'xotlari bor, ya'ni undan keyin siz o'zingiz qiladigan ishlaringiz bor, parvarishi bor, ya'ni ularni qilib borasiz va aynan qanday holatda qolgan, shunday holatda shaklni olib saqlab qoladi. Xo'sh, faqat buning kamchiligi bu yerda uning saqlanish muddati qisqaligi. 1 yildan 2 yilgacha teri ostida saqlanib turadi va bu muddatdan keyin odam organizmiga bog'liq ravishda teri ostiga so'rilib ketadi va mutlaqo zararsiz hisoblanadi. Chunki gialuron kislota bizning organizmimizda ham bor. Xo'sh, ikkinchi, ya'ni polimonochniy kislota. Bu kislotamiz kukun shaklida bo'ladi, mayda-mayda o'sha draja shakllarida bo'ladi. Uni vododli inyeksiyada eritilib 1, 2, 3 ta flakonlar, ya'ni 20 mg, 40 yoki 60 mg miqdorda a'zo razmeriga qarab turib teri ostiga jo'natiladi. Bu siz operatsiyadan keyin aniq shaklini bila olmaysiz polimonochniy kislotani, chunki polimonochniy kislota jo'natganingizdan keyin teri ostiga to'liq so'rilib ketadi 70% gacha. Undan keyin 3 oy davomida u kollagen to'qimaning yig'ishi va jinsiy a'zoning qalinlashishini effektini beradi. Lekin ayrim holatlarda, ba'zi qismlarda polimonochniy kislotaning so'rilmay qolishi uning durda qotib qolishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni to'liq so'rilmasdan, ba'zida esa biz kutganday qalinlashni bermasligi mumkin. Bu o'ziga yarasha kamchiliklar hisoblanadi, lekin uning saqlanish muddati 3 yildan 5 yilgacha bo'ladi. Bu ham ayrim uning preparatning turiga, saqlanish holatiga, sharoitlariga va odam organizmiga bog'liq. Chunki bizning qabulimizda hattoki qilingandan keyin 6 oydan keyin hech qanaqa effekti qolmagan polimonochniy kislota bilan qildirib kelgan bemorlarimiz ham bo'ldi. Xo'sh, bu ikkita amaliyotni ham mahalliy og'riqsizlantirish orqali qilib beriladi. Hech qanaqa narkozlar ishlatilmaydi. Va o'sha kunning o'zidayoq siz kelasiz, qildirasiz va bemalol o'zingiz ketishingiz mumkin bo'ladi. Va hayotingizda, aniq jinsiy hayotingizda juda katta yangiliklar qilish imkoniyatingiz bo'ladi. Agar sizda qalinlashtirishga xohish bo'lsa, qalinlashtirmoqchi bo'lsangiz jinsiy a'zoingizni, biz sizga juda ham chiroyli estetik bu ishni qilib beramiz. Qalinlashtirmoqchimisiz? Bemalol bizga murojaat qiling, biz sizga albatta yordam beramiz.